18 marta g'olib bo'lsiz. 19 marta g'olib bo'lsiz. Aka, shu siz so'nggi marotaba jangda so'nggi marotaba jangda siz Amerikada bo'lib qaytibsiz. Los Anjelesda bo'lsiz. Shunda kim bilan boksga tushdingiz? Shu haqida gapirib bering. Oxirgi bo'lgan mana shu turnir haqida gapirib bersangiz. Men o'sha yerda Klichko bo'ldi. Zo'r bola Klichko ham. Klichko men Rasaliga tirik anaqasi bor. Gapiradigan rasa chaqirdi hamma. Klichko dedi. Hamma. Endi men nimam bor, ozgina meni ham chaqirdi. Nima deb chaqirdi? Malishman. Spravay. Endi Tayson bilan tushdimda ukam. Birinchi raundda shunday chiqsam Tayson turibdi-yu. Men ham nima Tayson bo'lsa nima bo'ldi deb hujum boshlanib ketdi. Tayson ham urdi, men ham urdim. Tayson ham urdi. Ora-orada men ham urib qo'ydim. Birinchi raund tugadi. Ikkinchi raund boshlanib, Tayson chiqib keldi. Yana ikkalamiz Tayson bilan ikkinchi raundda yomon urishib qo'ydik. Ammo Tayson urib qo'ydi. Tuzuk ekan, normalniy ekan. Uchinchi raundda shunday chiqdim, tinnet svet o'chib qoldi. Ko'zim ochsam Tayson yo'q. Bitta Messi turibdi boshimda. Tayson qochib ketibdi.